Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bizdan yana bitta top lokatsiyalardan bo'lgan ajoyib uyimiz sotuvga chiqdi. Uyimizni obzorini sizlar bilan hozir ko'rsatib o'taman. Uyimizni kirib kelish asosiy qismi akamiz remontiga 21 ming dollar ayamasdan tiqqanman dedi. Haqiqatan ko'rinib turibdi. Hozir men sizlarga ko'rsatib o'taman. Kirib kelish eshik qismi bu yerda tosh o'ynalar, eshikoflar qilingan. Hattoki avtomatlarni ham juda ajoyibini qo'ygan, juda qimmat bu. Chunki men bu hozir 242 da turibdi. Agar 250 ga borsa, o'sha avtomatga tashlab yuboradi. Eshiklari отпечаткали. Bu yoqni akamiz detskiy xona qilib qo'ygan ekan. Konditsionerlari hali yangi, bir marta ham ishlatilmagan. Mebellari ko'rib turibsizlar. Devorlarning naqshlarini ham juda ajoyib qilib qo'yilgan. Sizlar bilan endi oshxona qismini ko'rib o'tamiz. Oshxona qismimiz juda katta. Kirib kelishimiz bilan bu yerda ovqatlanib o'tirish uchun divanli zona qilib qo'yilgan. Bu yerda akvarium, shkaflar va bu yerda televizor, gullari bor. Bu yerda esa balkon qismimiz bor. Balkon qismini sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu yerda yana bitta bu uyimizning ajoyib tomoni, bu tarafimizda chunki dom yo'q, ochiq. Uyimizda qavati 10-qavat bo'lgancha havo aylanish juda zo'r. Reshotkalari qilingan, mahallaga qaragan, shaharga qaragan tomoni. Endi hozirlar bilan sanuzellarni ko'rsatib o'taman. Bitta ajoyib tomoni bu yerda ham sanuzel alohida ko'rishingiz mumkin. Kafelar polniy almashtirilgan. Mana bu taraflar polniy shumka bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Yopilishini qaranglar buni. Bu yer yuvinish xonamiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Mana almashgan hammasi, kafelar almashgan. Va bizning asosiy xonamiz, spalniy xonamiz. Bu yoq taraf polniy shkaf bo'lgan. Bu yoqlar atachento bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. TV zonamiz, bu yoqda ham konditsioner bor va bu yoqda spalniy. Bu uyimiz Uchtepa tumani Urg'izor bozori yonginasida joylashgan 2 xonali 10-qavatda joylashgan 66 kvadratdan iborat. Bu uy narxini egalari bilan talashib, tortishib 73 ming dollarga qo'yamiz reklamaga. Agar kelib olaman deydigan bo'lsanglar, sunnatiga o'tib beraman dedi. Agar bu uyda olib investitsiya uchun ijaraga qo'yamiz desanglar, 600 dollarga ijaraga qo'yib beramiz. Bir kunda o'zida. Pastda nomerlar qoldiramiz, bemalol telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishguncha.